Так. Bugun sizlarga yana bitta bonusli video. Bonusli videomda nimani ko'rsaman? Arena AIga kiramiz. O'sha har doimgidek nani bananani ishlatadigan AI'mizda yangi video generatsiya qiladigan искусственный intellektni qo'shishdi. Shuni hozir ko'rsaman. Ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'rdim, ikkita videolar qilib ko'rdim. Tak, hozir qaranglar. Tak, video rejimi yoqaman. Faylim qo'shib olishim kerak. Deylik shu interyerga biz harakat qo'shishimiz kerak. Davayt odam kirib kelib divanga o'tiryapti degan video qilamizda. Shuni yozamiz. Hozir o'rtichada yozaman yoki inglizcha yoki o'rtichada yozsak o'qiradi. Hozir yozib chiqaycha. Tak. Xo'p, oddiy narsa yozdim. Просто odam kelib divanga o'tiryapti deb yozdim. Promptni detallashtirish uchun GPT ni ishlatasizlar. Misol uchun, men bu interyerga odam kelib o'tirib, mana bunaqa kiyimda, mana bunaqa odam kelib o'tirganini generatsiya qilishni xohlayman. U bu ma'lumotlar deb yozsanglar, shunga yarasha qilib beradi. No, желательно odam qilayotganda, mayli hozir eksperiment uchun qilamiz. Odam qilayotganda birinchi odamni nani bananani generatsiya qilib olish kerak interyerga. Hozir shunday qilib ko'raman. Просто o'zini ozgina kutamiz. Men bu joyni kesib olaman. Xo'p. Video ozgina vaqt oldi yasalishi. Bu faqat battle rejimida ishlayapti. Boshqa rejimda yo'q пока что video qilishga. Battle rejimida ikki xil искусственный intellektni yasab ko'rsatadi. Qaysi bir ma'qul bo'lsa o'zingizga tanlab skachать qilib olish imkoniyati bor. Mana o'shinglar mumkin. Tak, endi davaychi rezultatni ko'ramiz. Men odam qo'shilmagan interyerga qildim. Xatolikda bo'lishi mumkin, bu idealni chiqmasligi mumkin. No, все же baribir ham ko'rib chiqib o'zimizga xulosa qilamiz. Hop, birinchi video rolik. Omon chiqmagan. В принципе, bu yerda ovoz ham qo'yadi. Men просто kolonkam o'chiq, naushnik ulab qo'yganim uchun eshitilmadi. Tak, keyingi искусственный intellekt ko'ramiz qanaqasi berganini. Hop, ko'rishimiz mumkin. Bu ham yomon emas. Hozir katta ekran qilaman. Katta ekran bo'lishi katta bo'lib ketdi. Yaxshi, tekinga bunaqa kачество вообще zo'r. Faqat ana unaqasi bor, limiti bor. Limiti qanaqa? Bir kunda 6 ta video qila oladi. 1-2, yana 3 ta generatsiya qila olasizlar har bitta akkauntda. Keyingi generatsiyalar 24 soatdan keyin tekinga. No, yaxshi-yu tekinga ishlatish, chim Klink AI'larda ham xuddi shu vazifani qilib turib, generatsiyaga pul to'lanadi. No, bu yerdan o'zingizlarga ma'qulni tanlab olsanglar, o'zingizlarning profilingizga, portfoliolarga zo'r videolar yasasanglar, hammaga ma'qul va hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Lechna men o'zim ham ishlatib ko'rdim, yoqdi. Telegram kanalimga obuna bo'lgan obunachilarim ko'rdi. Bir ikkita video mushuklar bilan qilib ko'rdim. Uyda interyer ichida mushukni qo'shib, ovozlarni ham qo'shib berdi, effektlarni ham qo'shib berdi. Xullas shunaqa, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar, Telegram kanalimga, Instagram kanalimga obuna bo'linglar.